Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun yana bitta bemorimiz 4 oydan keyingi rezultat bilan bizaga keldilar. O'zlari qirg'izistonlik, Rossiyadan kelganlar. Bizaga analiz va tekshiruvlardan qayta ko'rik uchun kelgan edilar. Bugun analiz va tekshiruvlardan o'tkazdik. Gulruh opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanday ahvolingiz? Rahmat. Juda ham yaxshi. Analizlarim juda ham yaxshi chiqdi. Kelganimda sahrim och qoringa 17-19 chiqqan edi. Operatsiyadan oldinda. Operatsiyadan oldin. Operatsiyadan keyin o'sha 8,5 ga tushdi. Hozir mana 4 oy davomida 5,5 ko'tarmayapti. Hech narsa ichmayapman. Sahrga, davleniyaga, yuragimga tabletkalar ichardim. Hech narsa ichmayapman. Mana 4 oydan keyingi ko'rikda analizlarim juda yaxshi, hammasi ham yaxshi chiqdi. Sidigim, pochkalarim nimada sidigim ham yomon chiqqan edi. Pochkalarimda sahr, keton, bilirubin nimalari visokiy chiqqan edi, aseton chiqqan edi. Yo'q, hozir hamma yo'g'im yaxshi. Biz adashmasam sizga operatsiya qila olmaymiz. Juda past ekan, insuliningiz juda past ekan, birinchi tip bo'lib qolibdi deganida, keyin tavakkal qilib operatsiya qildirdik. Operatsiya qilganida Allohga shukr insulinim 3 edi. 3 bo'ldi. O'sha Rossiyada 3, o'sha birinchi tip sahr bo'lib nima qilar ekan, diagnoz qo'yilar ekan. Operatsiya bu yerda operatsiyadan keyin insulinim mana ko'tarildi. Bugungi analizingiz bo'yicha 18 ga ko'tarilgan insuliningiz. 18 ga ko'tarilgan. Xudo xolasa. Bemorimizda mana hozir analiz va tekshiruvlarni ko'ryapmiz. Sidik analizlarida, umumiy qon tahlillarida hech qanday bir qo'rqinchli narsa aniqlanmadi. Sahrlar 5,4, sidik analizlarida keton отрицательный, glyukoza отрицательный chiqdi. O'zingizni qanday his qilyapsiz mana? Juda ham yaxshi, juda ham yengil. Hech narsa ichmayapman, tabletkalar hech narsa ichmayapman. Yengil, juda ham yangi tug'ilgandaqa yangi hayot. Kelinglar, qiynalib yurmanglar, inshaalloh kelinglar. Allohga tavakkal qilib, qo'rqmasdan, vrachlar juda ham anaqa malakali, juda ham opitniy. Biz Rossiyadan kelganmiz, Rossiyadan ko'rib, Instagramdan Tataristondan keluvdingiz, adashmasam, ha? Tataristondan kelganmiz. Asli qirg'izistonlik, no Tataristondan ko'rib, nimadan ko'rib kelganmiz. Operatsiyaga keluvdingiz. Allohga shukr, hamma yo'q yaxshi. Nima deb tavsiya berasiz bizani kuzatadigan bemorlarga, Qirg'izistondan ko'radigan bemorlarga nima deb tavsiya berasiz? Kelinglar, qildiringlar operatsiyani. Biz bu operatsiya desa qo'rqinchli bo'lib eshitiladi quloqqa. Atam ikkinchi kunda yurib, birinchi kun kech paytlar turdim, ertasi kuni yurib, уже 2 kundan keyin hech narsa bo'lmaganda yurganman, yengil bo'lganman. Ikkinchi kuniyla davleniyam tushgan. 180-160 davleniya bilan yurardim. 4 yil davomida уже рабочий 150 bo'lib qolgan edi. 4 yil